Assalomu alaykum ota-onalar. Bugun juda ham muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik ota-onalar guvoh bo'lamiz. Bolani o'sha kuchli bo'lish uchun, o'zini sohasida mutaxassis bo'lish uchun juda ko'p ota-ona energiya sarflashadi, pul sarflashadi, investitsiya qiladi kelajakda shu farzandim, misol uchun deylik, biror bir katta tashkilotning rahbari bo'lsin, kuchli shaxs bo'lsin, kuchli kadr bo'lsin degan maqsadda. Lekin hozir bugun gaplashadigan ikkita narsa agar farzandingizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizning farzandingiz haqiqiy wunderkind, haqiqiy o'z sohasini mutaxassisi bo'la olmaydi. Bu ikkita narsa, birinchisi IQ, ikkinchisi EQ hisoblanadi. IQ kimlardir eshitgan, kimlardir eshitmagan, IQ tushunchasi bizda misol uchun deylik mavjud. Ba'zan eshitib qolamiz, palonchini misol uchun IQsi juda ham yuqori ekan yoki palonchini farzandining IQsi juda ham baland ekan, fikrlashi zo'r va hokazo deydi. IQ nima? IQ bu haqiqiy intellekt, ya'ni bilim. Misol uchun mantiq bo'lishi mumkin, matematika bo'lishi mumkin, ingliz tili bo'yicha, fizika bo'yicha, kimyo bo'yicha, biologiya va hokazo fanlar bo'yicha kuchli bo'lsa, bu IQsi yuqori ekan degan narsani beradi. Aynan mana shuni biz IQ deymiz. Endi O'zbekistonda deyarli juda ko'pchilik bilmagan, eshitmagan, hattoki e'tibor qaratmaydigan narsa bor. Aynan mana shu ikkinchisi EQ hisoblanadi va buni biz emotional intelligence deymiz. Ya'ni bu emotional intelligence bu bolani emotsional bilimi. Emotsional bilim kerak bo'lsa IQdan ham juda ham katta rol o'ynaydi, ya'ni muhimroq hisoblanadi. Hattoki Harvard universiteti tomonidan 75 yillik tajriba o'tkazilgan va bunda muvaffaqiyatga ko'ra, ya'ni muvaffaqiyatni bo'linishiga ko'ra 85% muvaffaqiyatni EQ tashkil qiladi. 15%ni IQ tashkil qiladi. Ya'ni agar siz farzandingizda haqiqatan kuchli bo'lishini, haqiqatan wunderkind bo'lishini xohlaysizmi, siz farzandingizda EQ, ya'ni emotsional intellekt bo'lishi kerak, bo'lishi shart. Sababi bu muvaffaqiyatning katta qismini tashkil qiladi. Nimaga desa, juda ko'p ko'ramiz, misol uchun palonchining farzandi mana universitetni bitirib keldi yoki institutni bitirib keldi, lekin yaxshi ish topa olmayapti deydi. Unda shunchaki IQ bor xolos, ya'ni bilim bor xolos. Va bu bilimni o'zi kuchli kadr bo'lish uchun yetarli emas. Undan tashqari emotional intelligence degan narsa bor. Keyingi videolarda aynan mana shu emotional intelligence da qanday qilib rivojlantirsa bo'ladi. Uyda qanday qilib shakllantirsa bo'ladi, qanday qilib bolani aynan mana shu EQ jihatdan kuchaytirsa bo'ladi. Bu haqda alohida video qilamiz. Bugun aynan mana shu emotional intelligence bilan IQ ni farqlab berishga, tushuntirib berishga va buni qanchalik darajada o'rganish muhimligi haqida gaplashamiz. Emotional intelligence qisqa qilib turib bolani o'zini, ya'ni nafaqat bolani, balki kattalarda ham nafaqat o'zini emotsiyasini nazorat qilish, balki boshqalarni ham emotsiyalarini nazorat qilishda tushunamiz. Emotsiya deganda juda ko'pchilik odamlarda noto'g'ri tushuncha bor. Emotsiya desa faqat sevgi, muhabbatni tushunadi. Yo'q. Undan tashqari misol uchun deylik sabrni kiritishimiz mumkin, jahlni kiritishimiz mumkin, stressni tushunishimiz mumkin. Va e'tibor bering, juda ko'pchilikda muammo bo'ladi, misol uchun o'zini stressini bosish bilan tez jahli chiqib ketadi. Tez baqirib yuboradi. Tez misol uchun deylik, o'zini tempini yo'qotib qo'yadi. Aynan mana shu narsa emotional intelligence pastligi natijasi kelib chiqadi va aynan mana shu emotional intelligence pastligi natijasida yuqori darajalarga erisha olmaydi. Endi keyingi masala bor. Emotional intelligence keyingi jihati, agar sizda emotional intelligence kuchli bo'ladigan bo'lsa, siz nafaqat o'zingizning emotsiyangizni boshqara olasiz, balki boshqalarning ham emotsiyasini boshqarishingiz mumkin. Buni bitta misol keltirishimiz mumkin. Tasavvur qiling, kimdir keldi sizning oldingizga, baqirib keldi, urushib keldi yoki jo'rab siz bilan urushmoqchi bo'lib kelyapti. Lekin siz chiroyli gapirib, chiroyli muomala qilib, kerak bo'lsa uni tinchlantirib, uni kerak bo'lsa xursand qilib chiqarib yuboryapsiz. Mana shu narsa sizda EQ'ingizda yuqori ekanligini bildiradi. Yana bitta muhim narsa bor. IQ ni, ya'ni o'sha aytgandek bilimni, intellektni siz sinfxonasida rivojlantirsangiz bo'ladi. Ustozingiz yordamida yoki bo'lmasa kitoblar o'qish orqali, artikellar o'qish orqali siz bilimingizni rivojlantirishingiz, oshirishingiz mumkin. Lekin emotional intelligence siz sinfxonasida o'rgana olmaysiz. Odamlar bilan muloqot qilish orqali, boshqalar bilan munosabatlar o'rnatish orqali, boshqalar bilan gaplashish, suhbatlashish, ya'ni real hayotda siz o'rganishingiz mumkin. Emotional intelligence aynan mana shu jihatdan ham juda ko'pchilik IQ ga ko'proq urg'u beradi. Oddiy misol, mana bizda wunderkind maktabimizga ko'pchilik ota-onalar farzandini berishadi. Meni farzandim misol uchun tezroq milliy sertifikat olsa bo'ldi. Lekin o'sha xalqaro sertifikat IELTS olsa bo'ldi, SAT olsa bo'ldi deydi. Lekin tushunmaydi. Bu sertifikatni o'zi bilan misol uchun maktabimiz cheklanadigan bo'lsa, biz o'quv markazidan farqimiz qolmaydi. Biz maktab sifatida biz qadrlaymiz, bola nafaqat sertifikatni olsin,
nafaqat diplomini olsin, nafaqat xalqaro bo'lishi, milliy bo'lishi mumkin olsin. Undan tashqari bola shaxs sifatida ham jamiyat uchun foydali bo'ladigan, o'zida liderlik salohiyatini ko'rsatib bera oladigan, kerak bo'lsa boshqalardan ajrab turadigan ba'zi bir hislatlarni, ba'zi bir ko'nikmalarni shakllantirish kerak deymiz. Va bularning ichiga aynan mana shu emotional intelligence ham kirib ketadi. Va yana bitta muhim narsa, hozirgi kunda ko'ryapmiz, texnologiya rivojlanyapti, sun'iy intellekt juda ko'p kasblarni egallab olyapti. Oradan ko'p vaqt o'tgandan, misol uchun 3 yil o'tgandan, 5 yil o'tgandan yoki 10 yil o'tgandan keyin aqldan ko'ra emotsiya juda ham ko'proq muhim rol o'ynab qoladi. Ba'zi kasblar yo'q bo'lib ketadi degan ma'lumotlar ham bor. Misol uchun Yevropa davlatlari yoki bo'lmasam Amerikada bu o'zini tasdig'ini topyapti. Lekin intelligence'da o'rnini yopishi mumkin, misol uchun sun'iy intellekt, lekin emotsional intellekt, ya'ni emotsional bilimda hech qanday robotlar, texnologiyalar yoki bo'lmasam sun'iy intellektlar o'rnini bosa olmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Oradan misol uchun farzandingiz agar hozirda 5-sinf yoki 7-sinf bo'ladigan bo'lsa, oradan 5 yil, 7 yil o'tgandan deylik, jamiyatda qaysidir kasbni egallash kerak bo'ladi. Bilim jihatdan nisbatan pastroq bo'lishi mumkin, lekin emotsional jihatdan kuchli bo'ladigan bo'lsa, sizda farzandingiz haqiqatan yaxshi ishlarda, kuchli tashkilotlarda, kuchli kompaniyalarda, kerak bo'lsa rahbarlik lavozimida ishlashi mumkin bo'ladi. Lekin bitta narsani tushunishingizni xohlayman. Men hozir misol uchun so'nggi 5-6 daqiqa davomida emotsional intellektda qanchalik darajada muhimligi, kerakligi haqida gapirdim. Lekin agar sizni farzandingizni ikkalasi ham past bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini ham rivojlantirishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni bu degani faqat emotsional intellektda o'zi bo'lsa, bo'ldi, IQ ni keragi yo'q degan tushunchaga kelmasligingiz kerak. Sababi IQ haqida ba'zi ota-onalar, ba'zilar ma'lumotga ega ekanligi uchun aytib ketyapman o'sha IQ ni o'rnini nisbatan pastroq ekanligini. Lekin agar sizni farzandingiz misol uchun kitobga mehr qo'ymagan bo'lsa, birinchisi maktabdagi aniq fan bo'lishi mumkin yoki tabiiy fanlarda o'zlashtirish ko'rsatkichi past bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam asosan ballari past bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam test natijalari past bo'ladigan bo'lsa, sizni farzandingiz ham IQ ni rivojlantirish kerak bo'ladi, ham EQ ni rivojlantirish kerak bo'ladi. Agar mana shu ikkalasida, ya'ni IQ bilan EQ si o'sgan bo'lsa, rivojlangan bo'lsa, oradan ozgina muddat o'tgandan 20 ga kirganda yoki 25 ga kirganda mana shu ikkalasi juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, sizni farzandingiz haqiqiy wunderkind bo'lib yetishishi mumkin. Katta ehtimol bilan IQ va EQ nimaligi, ularning farqi, nima uchun muhimligi haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingiz. Va katta ehtimol bilan men qanday qilib rivojlantirsam bo'lar ekan farzandimda IQsini, EQsini degan savol tug'ilishi mumkin. Va bu bo'yicha alohida YouTube video chiqadi va undan oldin hozir YouTube descriptionimizda sizga maxsus havola beraman va bu havola orqali siz qanday qilib uy sharoitida farzandingizning IQsi va EQsini rivojlantirishingiz mumkin. Bu bo'yicha 10 ta o'yin bor. Mana shu o'yinlarni doimiy tarzda o'ynash orqali, bajarish orqali siz bemalol farzandingizni haqiqiy wunderkind qilib tarbiyalashingiz mumkin. Agar mana shu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bu videoni farzandni haqiqiy wunderkind qilib tarbiyalamoqchi bo'lgan ota-onalarga yuborib qo'ying. Ular ham mana shu kabi foydali, eksklyuziv ma'lumotlarni o'tkazib yubormaydi.